Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam örkişi, Çalı tekkan oq, Manas daryosidan qaytish, Anjamboy, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq idir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'yitlar jamoati, tarixiy roman G'ini Batur, Eli to'lqinlari, Sabit Damullamning qisqacha tarjimali, Xo'ja Niyoz hojimning ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglishingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, boshqa do'stlarga va to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Әмді аңлайдығыныңлар, Шинжаң Xalq Nashriyati 2000 yılı 1 ayda nashr qilgan roman Ili Dolqunlari, avtori Abdurahmon Qahar. 1 qism, 19 bob. 1. Qurolliq qo'shinning bir qismi Ili Urumchi tashyo'lini bo'ylab sharqqa qarab yurish qildi. Ular dushman egilib yotgan o'rinlarni tezdan ishg'ol qilib, 100 kilometrdek ilgirladi. Lekin yangidan qurilgan vaqtliq hukumat va qo'mondonlik shtabining yinidala shaharning sharqiy shimolida turgan Harambog' tegicha ilinmagan. Qo'mondon qismlari u yerda johillik bilan qarshilik ko'rsatmoqda edi. Mana bu ish hamma odamga alam qilyotdi. Uning ustiga ozodlik tashkilotining ichida inqilobning hozirgi bosqichdagi nishoni to'g'risidami ba'zi yig'ishlar yo'q emas edi. Mana mushu masalalarni hal qilish uchun vaqtliq hukumatning ikkinchi qatimliq kengaytirilgan yig'ini ochildi. Havarang cho'ng zalning eshik derazalariga beg'irrang duxova pardalar tortilgan. Eshikdan tortib yig'in munberigacha İran nusxali qip-qizil cho'g'dek gilamlar silingan edi. Bulungdaki qanaltır bilan qaplangan tam mashlarning osti ustidagi gajdan yasalgan chiroyli garnizlari zalning husniga husn qo'shib turadi. Sirtdan o'q ovozlari tinmay anglanayotganligiga qaramay, yig'in zalda shuncha ozodlik va xotirjamlik kayfiyati hukm suradi. Zalga odamlar liq to'lgan. Bularning ichida oqsoqol, salofatlik odamlardan tartib eng kichiki 20 yoshga aran to'lganlarmi, puxracha kiyingan odamlarmi, bellariga tapancha isvalgan harbiy kishilarmi bor edi. Butun yig'in ahli rahbarlarga ko'z tikkan, bo'libmi Ahmadjonga ko'z uzmay qarashib, uning kishini jalb qilg'uchi oddiy, ammo ta'sirli so'zlarini anglashga tashna bo'lib o'ltirmoqda va aralab bir-birlari bilan fikrlashmoqda edi. Yig'in boshlandi. Yig'in boshqaruvchining so'zidan keyin Ahmadjon Qosimi munbarga chiqdi. Shu chog'da zal ichi birdilla jimib ketdi. U yig'in qatnashuvchilariga yiqimliq kulimsirab, tagshi qarab chiqdi-da so'zga kirishdi. U so'zlab kelib, ig'ir besiqlik bilan mundoq dedi: "Inqilob bo'ladigan, uning bosqichlari bo'ladi. Har bir bosqichning o'z oldiga nishoni bo'ladi. Ikkinchi bosqichdagi vazifani birinchi bosqichda ijro qilishga kirishsak, xatolik kelib chiqadi. Hozirgi bosqich qo'mondon hokimiyatini og'dirish bosqichi. Bu bosqichda bizni qo'llaydigan, bizga ma'naviy, moddiy jihatdan yordam qiladigan har qanday odamni qarshi olishimiz, himoya qilishimiz lozim. Dushmanni ko'paytib, o'ngishsizliklarning kelib chiqishini keltirib qo'ymasligimiz lozim. Undaq bo'lsa, hozirgi bosqichda biz do'st dushmanni qanday ayiramiz?" U biror kishidan o'z savoliga javob olishni o'ylamaydi. Balki ashundoq o'zi savol qo'yib, o'zi javob berish usulida so'zlashni yaxshi ko'radi. Yig'inga qatnashuvchilarmi uning bu so'zlash usuliga o'rganib qilishgan edi. Shunga hammasi uning og'ziga qarab jimjit o'ltirishdi. "Mundaq ayrimiz", javob berdi u. "Barliq dushmanlarimiz bizga va bizning inqilobimizga qarshi turmoqda. Kim inqilob ishlariga ziyon keltirsa, u bizning dushmanimiz. Kim biz bilan bir yo'lda mangsa, u bizning do'stimiz. Boshqa xil qarashlarning hammasi butunlay xato. Hozir bizning qiyinchiliklarimiz ko'p, qo'shinlarimizning oziq-tulik, kiyim-kechaklari kamchil. Xalqimiz nomratligiga qaramay, eg'izidagi nonlarni bizga beryotidi. Ba'zilar quruq qo'y, kallalarni beryotidi. Ba'zilar xalab beryotidi. Ba'zilar bizdan qo'rqib beryotidi. Qandaqli bo'lmasin, bizni ta'minlayotidi. Buni hisob qilmasak bo'lamdi. Dushman ana birli vaqirsak anglag'idek yerda turibdi. Masalalarni cho'nqurroq o'ylaganimiz yaxshi. Yaqinda biz vaqtliq hukumat a'zolari yangi harakat programmasi tuzib chiqamiz.
u chaqda har jihatdagi ishimiz bir qadar o'ngishli bo'ladi. Yig'in qatnashchilari uning har bir so'zini cho'nqur o'ylab o'ltirishatdi. Uy ichi ko'kish tamaka isiga to'lgan edi. Nizomiddin uning so'zlariga butun vujudi bilan berilgan, o'tkir ko'zlarini uningdan olmay, har bir so'zini muloyiza qilib, hozir yuz berayotgan ba'zi yig'ishlarning sabablarini o'ylaydi va buningdan keyin tashlanadigan qadamlarining to'g'ri bo'lishini belgilashga tirishadi. Kimlardir xotira daftariga bir nimalarni yozatdi va ba'zilar yenidikilar bilan fikrlashib, boshlarini ling'ishtib qo'yishadi. Ahmadjon Qosimi ondan urush qilish masalalari to'g'risida so'zladi. Hozir qo'shinlarimiz ichida qurol yarog'i yetishmaslik bor, dedi u. Yangidan safga kirayotgan fidoyilarimizning qo'lida qurol yo'q. Asosan nayza, cho'moq bilan urush qilyotidi. Oldimizda bu hal qilishga tegishli masala bo'lib turibdi. Hozir yo'ldosh Isoqbek Arambaqqa hujum qilishning yangi plani ustida ishlayotidi. Bizmo yaqin orada Arambaqqa umumyuzlik hujum qilishni o'ylashyapmiz. Bizga nurg'un qiyinchiliklar, o'ng'ishsizliklar duch kelyotidi. Bu nima yengimiz? Chunki bizning xalqimiz botur xalq, ezilishga qarshi kurash qilishga jur'atli xalq. Biz dastlab otlanib chiqqanda ozgina qo'shin edik. Hozir qudratli bir qo'shinga, go'yo kichikkina bir eriq suvdan to'lqinliq, qahrlik daryoga aylandik. Endi kundan kunga ulg'aymiz, zo'raymiz. Yig'in qatnashchilari o'z tarixida anglab boqmagan so'zlarni anglayotdi. Qo'lidan hech ish kelmaydi. Bular bizning qapqimizga qarab yashashi kerak deb kamsitilgan odamlarning shunchalik ishlarni tavirtayotganligi, g'am qayg'u, andisha qo'rqishdan bosh ko'tarib kurash maydoniga chiqishga jur'at qilganligi, olti tok deb qaralganlarning ushshoq yaqinlarning qo'shilishidan hosil bo'lgan to'lqinliq ulug' daryoga aylanganligini kim o'ylagan? Muni g'uljidagi xalqning osh ninini yeb, kiyimini kiyib, kirilib yurgan harbiy amaldorlar o'ylaganmi? Ularga yo'l yo'riq berib, harakat yo'linishini belgilab berayotgan Urumchidagi qo'mondonlar o'ylaganmi? Ularning sherin tushlarini kim buzdi, kim ostin ustin qilibdi? Sular oqidi, kayniga yonmaydi. Ozodlik erkinlik bayrog'i yiqilmaydi. Olti o'g'ri deb atalgan, boshqalardan burunroq o'yg'ongan, kurash qilishga jur'atlik olti botur boshlagan, minglab dardmanlarni agashtirgan inqilob yo'li, uning bo'ron chapquni, qon ichar jallodlarning xandonligini tavratib, sherin tushlarini buzivatdi. Ham ularni saqaymas tutqoqlik kesiliga giribtor qilib qo'ydi. Kechasi uxlayolmaydigan, kunduzi aromsizlanadigan holg'imu keltirib qo'ydi. Mushu o'ltirganlar kundan kunga zo'rayotgan inqilobning yo'l boshchilari, ulug' tavrinishning rahbarlari, aslida bular zavodlarning ishchilari, etizlarning dehqonlari, maktablarning oddiy o'qituvchilari edi. Bu oddiy odamlarning tillarda doston bo'lg'idek uchqunlarni paydo qilib, uni yolqinga aylantirganligi albatta ularni tutqoqlik kesiliga giribtor qildi-da. Mushu o'ltirganlar ularning olqinidagi qulluqdan kurash qilishga jur'at qilgandila erkinlikni qo'lga olg'il bo'ldi degan kurashchan tarix yaratdi. Ular uzil kesil ozodlik uchun yana qayerga hujum qilish, qandoq hujum qilishni, o'zlari ochgan yo'lda xatoliklardan qandoq saqlanishni kengishib o'ltiribdi. Shuni cho'nqur his qilmoqda ediki, kengash ularni yep-yangi dunyo qurishga yetaklaydi, ilhomlantirdi. Aldirang'uliq, aldiroq sonliqdan saqlaydi. Odamning hayotida bir qitimla tanlash bo'lishi mumkin. Ular inqilob yo'lini tanlaganlar, yelkisiga tushgan ig'ir vazifalarni xushalliq deb biladiganlar, yolqinliq so'zlardan o'ltirganlar ta'sirlandi, hayajonlandi. Ahmadjon kishilarga yiqimliq kulimsirab qaradi. Uning har bir so'zila emas, balki shu turqumi kishilarga ishonch, jur'at va umid bag'ishlaydi. 2. Qahraton qish. Bu yil qor qilin tushgan. Koinotda zahardek ochiq sovuq hukm surmoqda edi. Ozuqsiz qolgan qog'ilar xira osmonda aran uchishadi. Sig'izxonlarmo lampalarga, dal daraxtlarga qo'nib olib, sharoqlashlardan bezgan. Qilin qordan go'mindoshlar ig'ir vahimaga tushgan edi. Chunki ular ozuq-tuluk, kiyim-kechakdan qisilgan. Shunga osmonga ko'z uzmay qarab, o'z aeroplanlarining kelib madad berishini kutadi. Bugun tush mezgilida osmonda g'arqirgan ovoz anglandi.
oquch bulutlar orasidan birdilla aeroplanlar paydo bo'lib, ko'chalardagi kishilar osmonga ansizlik bilan qarashdi. Aeroplanlar shahar ustini bir aylandida g'arqirab sho'ng'ib kelib, odamlar ustiga pilimutdan o'q yog'dirayotdi. Ko'chalarda kishilar u yoqdan bu yoqqa qaytishib, kichik bolalar qiya-chiya qilishib, qalaymaqon vaqirashlar, tillashlar, kayish, nola zor bilan shahar ichi patparaq bo'lib ketdi. "Qechinglar, xaloyiqlar, mo'kininglar!" Buyruq bo'yicha Anvarning qismi darhol ko'chaga chiqib, aeroplanlarga yenik qurollardan o'q uzishga boshladi. Hech bo'lmasa, ularning pastlab uchishini to'sib qilish mumkin edi. Aeroplan hujumlariga qarshi o'q etish nihoyatda qiziq ko'cha jangi hisoblandi. Bu jang asosan Tashlabka bozori, Bo'ynikesik mahallasi, Yangi ko'chasining janubiy va Qizilko'vrik taraflarida bo'layotdi. Gomindanning dastlabda kelgan 3 aeroplani mushu taraflarni jimiqtirib olsa, uning keynidan kelayotgan aeroplanlari oziq-tulik, o'q-to'ra qachilangan sharlarni Harambog' gazarmasining ichiga tashlamoqchi edi. Harambog', Langshang butxonasi va aeroplan stansiyasini hisobga olmaganda G'ulja shahri gomindanchilardan tal-to'kis tozalanib bo'lgan edi. Qalduq dushmanning bir qismi Langshang butxonasidan qismlarimizga o't echib turadi. Uning keyni tarafi Sozliq va Boykul mahallasi edi. Bu yerlar yer osti yo'llari bilan Harambog'ga tutishadi. Harambog' egizlikka joylashgan. Keyni tarafi Aydurum bilan tutishidi. Demak, 3 o'rindagi dushmanlar bir-biri bilan aloqalashib turishadi. Nadam bilan Jamoliddin yo'g'on Qarag'at daraxiga yo'linib turib, tuvallab kelgan aeroplanlarga avtomatlardan o'q uzmoqda edi. Boshqalar dukkanlar lampasini, chidircha yepilgan yo'g'on darvozalarni o'zlariga panoh qilib, o'q atmoqda edi. Ko'chalarda o'q tegib ingrab yotgan kishilarni, kichik bolalarni ko'rgan Botir G'ozi darg'azab bo'lib, ko'chaning o'ttirisiga chiqib qolganligini sezmadi. U beshidan andila o'tay degan bir aeroplanga avtomatidan tarasiltib o'q uzdi. Tomga chaplashib turgan Anvar qattiq vaqirdi. "Botir G'ozi, o't bu yoqqa!" Osmondan yerga, yerdan osmonga bo'layotgan hujum toza avj olganda bir aeroplanga o'q tegdi. Shaharda birdilla qiyoqas cho'qqan va hurra ovozlari ko'tarilib ketdi. O'q aeroplanning motoriga tekkan edi. Qapqara islarni purqirtib qochgan aeroplan achalgacha aralla chididi. Lekin kishilar uning tushgan tushmaganligini ko'rolmadi. Jiddiy etishlardan keyin shahar ustida yana bir muncha aeroplanlar ko'rindi. Ular shahar ustini aylanib, asta-asta tuvalladi va tuvalliginicha Harambog' gazarmasini mo'lcharlab, yuzlagan sharlarni to'kyapti-da, g'ung'uldab uchib birdamning ichida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shahar ustini oppoq laylab yurgan sharlar qaplab ketdi. Lekin sharlar Harambog' gazarmasi ichiga emas, nurg'unlari Yangi va Bo'yinkesik mahallasiga tushdi. Mana bu ko'cha janglarining tugaganligidan darak beradi. Arg'an jangchilar yotoqlarga qaytib kelishdi. Shaharda jimjitlik hukm surishga boshladi. Biroq urush vaqtidagi jimjitlik hamon birdamlik bo'ladi. Bugun hajab tinch kun bo'ldi deb turishingga taraslagan o'q ovozi anglanib qoladi. Yoki tuyuqsizlar dahshatlik ilishishlar boshlanib qoladi. Nadam bu jimjitlikqa qarab, uning keynidan bo'ladigan shiddatlik janglarni va har qachon shundoq tuyuqsiz janglarga tayyor turishning lozimligini o'ylayotdi. Bu xususda hech kim uningga bir nima degani yo'q, lekin Nadamning qalbi shundoq sizib turdi. Pat yaqinda qaynoq janglar dengizi o'z bag'rida sonsizlagan mardlarni o'zdirdiganligini u sezib turdi. Rayhon kirdi. "G'albanlarni tabriklaymiz, yo'ldoshlar", dedi qiz Nadamning yeniga kelib o'ltirib. "Aeroplanga kimning o'q tekkandi? Belgili bo'lamdi. Sonsizlagan o'qlar aytilyapsa", dedi Nadam beparvo holda. "Arash merganning tekkandi, tayinliq." Arash kulimsirab aytdi. "Hozir hammaslar mergan bo'lib ketdi. Meni yo'lda qo'ydi bular. Yolg'iz o'q bilan aeroplandan tushib ketishi natayin", dedi Rayhon Nadamga tabassum qilib. "Sizning avtomatingizning o'qimi ya?" Bu so'zlar yenicha yotgan Varisjonning quliqiga musht bilan urgandek tuyuldi. Bo'libmi Nadamni ko'rganda Rayhonning ichilib yeyilib ketishi uningga nihoyatda alam qiladi. Varisjonning ularning kulishib ochiq chiroy bir-biriga qarashlarini
zadala ko'rgisi kelmaydi. Shunga ichida uyatsiz naynaqlar deb tilidi-da, u yoqqa qarab yetib oldi. Urush boshlangandan beri uning ko'ngilda paydo bo'lgan kunchilik o'tlari mana hozir texmo yenib uni azoblayotdi va shundoq to'lg'inib yotganicha alla nimalarni o'ylamoqda edi. Batalyon komandiri Anvar eshikni ittik ichib kirdi. Uning cho'qur yuzlari illiq tus elib, nurlanib ichilib ketgan edi. Yo'ldoshlar, xush xabar! Jangchilar komandirning og'ziga qarashdi. Bo'rtala Arshang noyalari ozod qilindi. Shundoqmi? Kimning qismi ozod qilibdi? G'ani Baturning. Jangchilar qin-qiniga patmay vaqirashdi. G'alaba xabari ularning yurak bag'rini to'lqinlatdi va kayni-kayndan to'xtamay vaqirashdi. Vurro! Vurro! Mening ona yurtim, dedi Arash hayajon aralash tit-tit bo'lib. Seni ozod qilishga qatnasholmaganim. Isit, alam qildi-da, alam. Bu g'alaba xabari hammamizni xushal qilganda, sana alam qilgani qiziq ishda, Arash, dedi Varisjon. Sizlarga alam qilmagani bilan menga qiladi. Agar men ozod qilishga qatnashgan bo'lsam, buning xosiyati nihoyat zo'r bo'lgan bo'ladi-da. Buningga ko'nglingni yerim qilma, Arash, dedi Isoq. G'uljini ozod qilishga qatnashayotganligining xosiyati texim zo'r. Komandir Anvar kuldi va uning yeniga kelib dedi: "Menga qara, Arash, sen G'uljini ozod qilishga qatnashyapsan. Boshqa jangchilarimiz Bo'rtala, Arshang noyalarini ozod qilishga qatnashdi. Bu inqilobda hammamizning ulushi bor." Anvar Nadamni boshlab chiqib ketdi-da, uningga mono yangi vazifani aytdi. Bugun kecha Yangi hayot mahallasining yuqori tarafiga bizning qism o'rinlashidi. Ham Langshang butxonasiga sharqiy janub tarafdan hujum qilamiz. Sen bir jangchini boshlab olda, biz o'rinlashadigan joyning o'y cho'nqurini obdan ko'rib kel. Agar u yerning xaritasini chizib olsang, texmi yaxshi. Vaqt namoz digarga yaqinlab qolgan edi. Nadam yotoqqa kirdi-da, hammalarning uxlayotganligini, faqat Varisjoningla ko'zlarini to'risqa tikkinicha xiyol qilib yotganini ko'rdi. U Varisjonni chaqirdi-da, tezlik bilan shu yoqqa qarab yurib ketdi. Ikkisi o'z qismining o'rinlashadigan yerini, yer sharoitini, panohlik joylarini, hujum qilishga aplik o'rinlarni yer big'irlab yurib, to'liq bayqab bo'lgandan keyin qaytdi. Qish kuni bir tutam degandek, hash-pash tugicha qorong'u tushib bo'lgan edi. Urush vaqtida qorong'u tushdimi, ko'chalar bo'sh qolatdi yoki odam kamdan kam ko'rinatdi. Ikkalan odamsiz qolgan qorong'u ko'chada qadamlarini ildomlatib mangmoqda edi. Varisjonning yuragi ushtum-tutla qattiq so'qishga boshladi. Chunki xiyoliga dadisi qattiq topilgan hiliqi ish kelgan edi. U xilidan beri shu ishni ado qilishga chora payt izlab yuratdi. U bu fursatni g'animat bilmoqchi bo'ldi. Ehtiyoj tufaylidan ikkisi boshqa qismlarga almashib ketsa, dadisi topilgan ishni o'rinlash qiyin bo'ladi-da. Pimamning ichiga nadin tosh kirib olgandi. Ajab patta, dedi u g'udung'ishib va o'ltirib pimisni yashdi. U dammu-dam Nadamga qaraydi. Bu chog'da Nadam uningdan 50 metrcha yiroqlab ketgan edi. U to'rt atrofiga ansizlik bilan bir qarab chiqdi-da, yana o'rnidan turib o'ylashga boshladi. Amdig'u toza payt kelgandi. Bu qorong'u kechida kim ko'ratdi? Yomoniga kelsa, o'zimningmi qo'liga yoki putimga atmamdim. Chidasamla bo'ladi-ku. Albatta chidayman. Navoda surishtirib qolsa, daraxtning keyindan tuyuqsizla ikki odam chiqib etibla qochdi. Men ularni qo'g'lashga, hatto etishga ulgurolmadim, desam bo'lmadimi? Nadam asta ketib boradi. Varisjon mursidagi miltiqini qo'liga oldi. Nadamga qaratdi. Biroq shu chog'da ko'chaning beshdan 3 odamning kelayotganligini ko'rib qoldi. Bu kimdi? Varisjon to'lg'inib ketdi. Alamga chidamay o'z-o'zini aybladi. Isit, mening so'ralmilikim. U shundoq dedi-da, tez yurib Nadamga yetishib oldi. Lekin u tarlab hasirab ketgan edi. Nim bo'ldi, Varisjon? Pushildaysan-ku. Tosh patgan yer og'riyotidi. Seni kichikkina toshlarmi bo'zaq qilayotibdi-da. G'ayrat qil, oz qoldik. Yotoqqa berib, Rayhon oyga tangdirib olmasam. Ko'zatilgan yangi o'ringa shu kuni yarim kechida kelib o'rinlashgan jangchilar birinchi saharni oq qor, ko'k muz ustida kutib oldi. Har ikki tarafdan tushkicha o'q ovozlari anglanmadi, lekin
Tushdan keyin G'ulja osmonida yana aeroplanlar paydo bo'lib, sonsizlagan sharlarni to'kib o'tib, birdamdala ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shu sharlarning biri laylab kelib, ko'chaning o'ttirisiga tushdi. Yo'g'on yeshikni ilib tushgan shar Gomindan qismlariga partizanlarga o'xshash yiroqlikda turadi. Ko'chaning ikki tarafidan okuplardan, potaylardan va panohlangan joylardan, cho'loq tomlar kaynidan sonsizlagan ko'zlar yeshikka tikilib turadi. Ikki yoq jimjit. Hech qaysi uni ilib ketishga odam chiqarishmadi. Odamning qarsi ko'rinsila, ajal o'qlari uchib keladi. Bularning kuni shuning qarashliq bo'lib qoldi-da, dedi Kibir. Jini tumishqa kelib qolganda osmonga qarmoqdan boshqa nim chorasi bor. Qani gaitga farz qilib boqqina, dedi komandir Anvar. Yeshikning ichida nim bordi? Nim bo'ladi? O'q-to'ri bordi? Yo'q, dedi biri. Meningcha yeydigan nim bor? Kim biladi? Quloqlari shintiyib turgan juvovlar bormi texi? Meningcha yeydigan narsa bor, dedi Nadam o'ylangan holda. O'q-to'ri bo'lsa yeshikka undoq yo'g'on bo'lmaydi. Ovchidek kechgacha qarab turamdiq. Nima bo'lsa-mo etibla kumpay-kum qilib etmamdiq. Botir G'ozining gapi hammani kuldiribdi. Anvar mundoq dedi. Mayli o'q-to'ri bo'lsin, mayli oziq-tulik bo'lsin, hozirgi paytda buni kim qo'lga tushirib olish intayin muhim. Agar u o'q-to'ri bo'lib qilib, dushmanlar ilib oladigan bo'lsa, bizga texmi ko'p ziyni bo'ladi. Oziq-tulik bo'lsa, mag'durga kelib oladi. Shunga hech bo'lmaganda portlatib bitishimiz mumkin. Shu asnoda dushman potining ostidan uchiga ilmak to'mir bekitilgan inchga uzun yog'och chiqib keldi. U yeshikning yipini ildida so'ridi. To'mirni chanlab etinglar, buyruq qildi Anvar. O'qlar ilmak to'mirni yog'ochdan uzib tashladi. Ikkinchi ilmak to'mirlik yog'och chiqib keldi. U yeshikni ilib oldi-da, uni potayning oldidagi egizrak yerga so'rab chiqdi. Biroq nimadir bir nimaga terilib to'xtab qoldi. Uchinchi ilmak chiqdi. U yeshikka ilindi va ikkisi birlikda yeshikni so'rab mangdi. Yarim minut o'tib ketsa, yeshik ularning uvusiga kirib ketadi. Anvar darhol buyruq qildi. Yeshik etinglar. Pilimut miltiqlardan taraslab etilgan o'qlar yeshikni pachaq-pachaq qilavatdi va shu an jangchilarmi paraqlab qattiq kulib ketdi. Chunki pachaqlangan yeshikning ichidagi jingmoma ham mantilar atrofga terilib ketgan edi. Bechoralarning og'ziga siriq suv kelgandi-da. Shuningdan keyin Anvar bugun kecha qilinadigan hujum to'g'risida kengashish uchun izvod komandirlarini chaqirib, o'ymonliqqa tushib ketdi. Davomi bor.